ovozi o'ziga yoqmaslikdan juda ko'pchilik qiynaladi, to'g'rimi? Kim ovozi o'ziga yoqmaydi? Kim o'zini ovozidan uyaladi? Yaxshi. Xo'p, boshqacharoq savol beraman. Kim ovozi o'ziga yoqadi? Deyarli hech kimni ovozi o'ziga yoqmaydi. Ya'ni bu ovozingizdan uyalasiz degani. Nima uchun bizda shunaqa vaziyat bo'ladi? Ovozi o'ziga yoqmaslik muammosini qanaqa qilib yechsa bo'ladi? Birinchi o'rinda ovozingiz o'ziga yoqmaganligining sababi yo ovozingiz o'ta ingichka yoki o'ta yo'g'on yoki bo'lmasam shunchaki ovozingizga o'zingiz moslashmagan bo'lasiz. Biz televideniyada Toshkent kanalida Salom Toshkent ko'rsatuvida ishlayotganimda o'zim chiqqan efirlarni keyin ko'rganimda ovozim o'zimga yoqmasdi. Sababi nima desa, ovozimga moslashmagan bo'lardi. Xo'p, bu vaziyatda nima qilsa bo'ladi? Shunchaki birinchi o'rinda bitta marker qopqog'ini olib turib, shu muammoni bartaraf qilsa bo'ladi. Bitta marker berib olinglar-da, marker uzatib oling. Oddiy bitta marker olasiz. Markerni nima qilasiz? Qopqog'ini olasizda, tishingizni uch qismida mana shu holatda ushlab, kuniga 2 betdan kitob o'qiysiz. Mana shu holatda kuniga 2 betdan kitob o'qisangiz, sizni ovozingizni jarangdorligi ortganini o'zingiz sezasiz. Xohlasangiz birinchi kun ovozingizni yozib olingda, bir hafta shu mashq qilgandan keyin ovozingizdagi o'zgarishni o'zingiz kuzatsangiz ham bo'ladi. Undan keyin agar siz ovozingizga moslashmaganligingiz uchun ovozingiz o'ziga yoqmayotgan bo'lsa, unga ham bitta yechim bor. Xo'p, telefoningiz diktafoniga har kuni 3 betdan baland ovozda kitob o'qib turib yozib olasizda, o'sha 3 minutlik 3 betlik o'qigan kitobingizni qayta audiosini eshitaverasiz. Bundan keyin sizni gapirayotgan gapingizga, ovozingizga o'zingiz moslashib, ovozingiz o'zingizga yoqimli bo'lishi boshlaydi. Mana shu ikkita usul bilan ovoz o'ziga yoqmaslik muammosini butkul bartaraf qilish mumkin. Bu albatta sinalgan usul.